Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi Dilxiroj, ya'ni o'zbek xalq kuyi. Dilxiroj eng avvalo asarni tahlil qilib olsak, Dilxiroj asari mashhur o'zbek xalq kuylaridan biri bo'lib, o'ynoqi suratda ijro etiladi. Ya'ni tempi, allegro. Allegro bu tez templar hisobiga kiradi. Asarning o'lchovi 2/4 o'lchovida yozilgan. Ba'zi joylarida o'lchovlar almashib kelishi mumkin. Ya'ni 3/4 o'lchoviga almashib bir taktda va yana 2/4 o'lchoviga qaytadi. Tonalligi bu re major gammasida yozilgan. Re major gammasida yozilgan, lekin la tovushidan boshlanib, la tovushida tugayapti. Bu degani re majorning dominantasida yozilgan. Ya'ni 5-bosqichdan yozilgan asar hisoblanadi. Asarda dinamik belgilardan forte, mezzo forte, mezzo piano, piano, crescendo, diminuendo belgilari ishtirok etgan. Asarda notani qisqartiruvchi belgilardan repriza, volta ishtirok etgan. Ya'ni bilamizki, repriza bu qaytarish belgisi bo'ladi. Ba'zi bir takt, bir nechta taktdan yoki bir nechta qatorda o'z ichiga olishi mumkin. Volta esa birinchi qaytarilishda o'sha voltadagi bir yoki ikki taktni ijro qilinadi. Ikkinchi marta qaytarilganda ikkinchi voltaga o'tib ketiladi. Asarimizda notani uzaytiruvchi belgilarda liga, ligato ishtirok etgan. Liga bu bir taktning ichida, ligato esa bir taktdan keng holatda ijro qilinadi. Endi asarimizda ijro qilishdan oldin gammalarni bemalol chalib olishimiz kerak. Ya'ni bitta re major gammasini ijro qilamiz. Endi re major gammasida ikkita belgisi bo'lib, fa diyez va do diyez belgilari mavjud. Endi asarimizda tasodifiy belgilar ham ishtirok etyapti. Bunda do bekar belgisi ishtirok etyapti. Re major gammasini yana bir marta takrorlab olamiz. Ikkitadan mana gammani ham ijro qilib oldik. Endi asarni ijro qilganda bo'lib juda sekin tempda ishlashimiz kerak bo'ladi. Hozirda boshidan ijro qiladigan bo'lsak, mezzo forte va crescendo, ya'ni pastdan balandga. O'zi bu yerda mezzo forte bor, bu o'rtacha balandlikda. Undan keyin birinchi taktni o'zidan boshlab fortega ko'tarib borishimiz kerak bo'ladi. Hozir sekin tempda ijro qilamiz. Birinchi ishlab olish uchun xuddi shunday dastlabki 4 takt yoki 8 taktini yoki bitta mavzusini sekin tempda ishlab olish kerak. Bu qayta o'sha sekin-sekindan temp qo'shib borsak, ijroimizda ham aniqlik bo'ladi. Repriza belgisi bor. Yana boshidan takrorlaymiz. Hurmatli tinglovchilar, dastlabki ikki qatorni ijro qilib oldik va yana bir marta sanab turib ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni
bir ham, ikki ham. Bu yerda nimchorak nota, 16 talik nota ishtirok etyapti va nuqtali notasi ham mavjud. Undan tashqari pauzalarga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bir ham, ikki ham, bir ham, ikki ham, bir ham, ikki ham. Yana bir marta takrorlaymiz. Bir ham, ikki ham, bir ham, ikki ham, bir ham, ikki ham. Xuddi shu holatda 4 takit bo'lib sekin tempda ishlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda qo'llarimizning tuzilishi ham, asarning ijro mahoratini ham sekin-sekin o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi davom etamiz. 3-qatordan ijro qiladigan bo'lsak, ras. Mana yana bir mavzuni ijro qildik. Bu mavzuda 16 talik ijro qildik. Bu mavzuda 16 talik nimchorak notalar ishtirok etyapti. Bu yerda pauzalarimiz ham bor, ya'ni bir nimchorak pauzamiz mavjud. Nimchorak notamiz yoki pauzamiz birga yoki hamga sanaladi. Yana bir marta shu mavzuni ijro qilaman. Mana ikkinchi mavzumuzni ham ijro qilib oldik. Endi birinchi boshidan xuddi shu yergacha uzmasdan ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Takrorlash. Hurmatli tinglovchilar, ikkita mavzuni ijro qilib oldik. Ana endi davomini ijro qilamiz. Davomi avj hisoblanadi. Avj bu eng yuqorgi parda degan ma'noni anglatadi. Ya'ni asarning kulminatsion nuqtasi bu avj deb ataladi. Yana bu yerda takrorlash belgisi mavjud. Ya'ni bu takrorlash belgining nomi repriza deb ataladi. Endi avjini yana bir marta ijro qilib olamiz.
mana endi avjini ham ijro qilib oldik. Bu yerda birinchi va ikkinchi volta mavjud. Hozir biz birinchi voltani ijro qildik. Ana endi yana bir marta bu yerda takrorlash belgisi bor. Boshidan o'sha avjidan qaytarilganda birinchi voltani tashlaymizda, ikkinchi voltadan ijro qilib ketamiz. Ikkinchi voltada xuddi shu tovushlar faqat bir oktava yuqoridan ijro qilinadi. Xuddi mana shunaqa. Endi asarni davomini ijro qilamiz. Bu yerda 16 talik notalar va 8 talik va nuqtalik, yarimtalik notalardan iborat. Birinchi navbatda sekin ijro qilib olamiz, sanab turgan holda. Ham, 3 ham, 4 ham. Yana bir marta xuddi shu mavzuni takrorlab olamiz. Xo'sh, bu yerda rizmlar bilan ijro qilganda yanarang chiroyliroq chiqadi. Hozir men faqat tushunib olishlaringiz uchun faqat notalarni aniq-aniq ijro qilyapman. Davomini ijro qiladigan bo'lsak, asarimiz xuddi shunday tamomlanadi. Endi boshidan oxirigacha tempida, ya'ni allegro tempida ijro qilib beraman.